bir ish ustida men sizning qisqacha bir fikringizni olmoqchi. Ammo hozir birlik masalasi xalqimiz doim so'zlab kelayotgan masala ham buningda boya degandek xalqimiz birsi liderlarga shundo, yana birsi ziyolilarimizga shundo. Buningda uch ziyoli birlashib, üst birlik degan narsani o'rtaga qo'yganda xalqimiz nihoyat yaxshi inkoslarni qaytargan buningga. Ya'ni to'g'ri deydi. Mushundoq bir tuzilma ostida avval hamma tashkilotning vakillari birlikka kelib, boya siz degandek qarshi fikrliklar bir yerga kelib, ya'ni bu masalani uch qo'shqar o'tirib qo'yib turib masala qilganda, andan keyin bir haqiqiy birlikni amalga oshirish mumkin deganti. Dastlab bu ovozlar chiqqanda xalqimiz nihoyat qizg'inlik cho'mgan, ya'ni voy yaxshi sadolar ziyolilar oxiri bir yaxshi narsani o'tirib qo'ydi degandek bir sadolar kelgan. Ammo nihoyat afsus bu gaplar asosida besiqib ketayotgandek, ya'ni amaliy qadamda besilmayotgandek, hatto uning qarshi ba'zi tashkilotlar uning qarshi harakat qilayotganligini ko'ryapmiz. Bu vaqtda nimalarni o'yladingiz siz? Bu ziyolilarning fojiasiga qarang. Nima biz tarixdan beri ziyolilar, masalan Xitoyning ziyolilari Xitoyni qutqizishda dunyodagi barliq ayni vaqtdagi 20 asrning boshidagi, masalan siz Beijingda o'qigan bilasiz. Beijingda Xitoylar chet elniki butkul asar ayni vaqtdagi davlat asarlarni hammasini tarjima qilib, Xitoy nega menish kerak degan bir narsani o'ylangan. Shu 1919-dagi o'qush harakatidan keyin bularninki intayin cho'ng bir millatchilik ina uyg'unib, masalan Sun Yat-senninki Chingsosi ag'darilishi, aniki millatchilikniki bo'lishi, Saminjuyininki ishmaslikni o'tirib qo'yish qatorligida Xitoy nima qilgan? Ziyolilar Xitoyning ziyolilari nimani tunib ketgan? Mao Zedong degan Xitoyninki bir ziyoli chaqdi Mao Zedong aytmoqda. Ammo ular hokimiyat ommagicha ziyolilarninki ideyasiniki quruq bir ideya bo'lib qolganligini his qilgan bular. Shuningdek hokimiyat ilishga tushgan. Bizda o'xshash. Bizda ziyolilar gap qilmaydi deb qaqshaymiz. Gap qilib qilgandan keyin uni anglaydigan yoki qiladigan odamlar bo'lmaydi. Masalan, shu kuchli birlik chiqqandan keyin 60-70 tashkilotlardan keyin ko'zimizni bo'yganda g'alab qilib kichik balani aldigandek bir yakilib biz birlashdik, uch birlik degan mushu deb turishimiz bu bizni yanada hayvonlashtirib, podlashtirib qarashning bir isboti. Shunday. Dedim bu abay. Bu xalqni bir podlak ko'rayotgan gap mazmunlar. Bu shunday qilsaklar, Çavaşlıkla xalq ağımızdan. Bu xalq tügüde hazır. Bu xalq bu 5 yıllık xalq yok hazır. Bu senin ilağı 60'ı kurupsa 600'ünü 6 bana ekilip alsan mı? Ma xalqның iradesi çıkmasa, xalq degan yerga kelmasa bu bo'lmaydi. Demak, uch siyosiy o'ttirga qo'ydi. Ularning qo'lida imtiyoz bormi? Yo'q, ularning imtiyozi nima desa, birsi aqli, birsi vijdoni, yana birsi ta'xirsizlik tuyg'usi. Ammo bunaqa barobar narsa tashkilotlar rahbarligi bormi? Yo'q. Angliston rahbarligi yo'q. Uning ustiga bu ziyolining da'vat qilib faqat üst birlik. Mening tushunganimda üst birlik degan bularning huquqidan qolsa da'vat qilib, buni o'zimni bilganda, yoki o'zimniki variantindaydi, üst birlikniki. Hozir tashkilotlar turibdi joyida. Ular odamlar chiqib ketmaydi. U guruhdagi olganlar shu joyda turdi. Faqat biz Uyg'urlarning umumiy ishini dunyoviy bir mexanizmga ko'tarish uchun barliq tashkilotlar birga keltirib bir dunyoviy mexanizmni konfederatsiya shaklidagi dunyo mexanizmini chiqarib turib Uyg'urning cho'ng ishlarini maslahat qilamiz, kengash qilamiz degan gap. Lekin bu defa hokimiyat shaklida kirib, siyosiy bir qurilma kirib taraqqiy qilishga hali vaqt ketibdi. Mening nazarimda faqat masalan ba'zi nurg'un ishlar, masalan Amerika saylan protokoli. Bu saylandan keyin Amerikaningki siyosatida cho'ngroq o'zgarishlar bizning vatan bir shoqib qolsa, bizning tayyorligimiz bormi, tayyorligimiz yo'q hozir. Nima tayyorligimiz yo'q? Chunki biz hozir o'zimiz mayada birlashib turib, vatanga masalan, anayt qampiyonlarda vatanni hozir masalan Xitoyga chiqarilib etilsa, misol shu hokimiyatni ilish uchun yana bir qonli qurish fikrimiz hozirdan o'zimiz. Demak, bizda chet elda bir mexanizm shakllangan, har qanday bir cho'ng bir ishda. Ikkinchisi, masalan, Xi Jinping o'tganda dedi, biz 2014dagi qat'iyamninki nima qat'iyam demadi-ku? Cumhuriyet alayidlikni nimani davomlashtirib g'alaba qildi dedi. Bu biz uchun cho'ng bir signal. Bu degan nima degan gapsa, qat'iyam davomlashirdi degan gap. Buning uchun biz Uyg'urlar bir yerga kelib turib, yig'ilib turib, jiddiy muzokara qilishimiz kerak. Jiddiy muzokara qilishimiz kerak. Chunki bu jiddiyat bor hozir.
Üçüncüsü, Uyghur meselesini xalqaralıq sotqa chiqish kerak. Sürgün hükümet qiysi aqısdırlar, sen de ben qalan deyip, senin aqıl adam kirib ketganda bəsləşməy. Şu nərsini birləşdirib, qaysı sotqa aldılar əzib etsək, ünümü qancha bo'ldi degani deysək bo'libdi. Biz başqa bir millatning dardini qilmadimiz, Uyg'urni qilayotganimiz, Uyg'ur o'zini so'zlashib baqsaq bo'lmadi, shu sürgün hükümetni so'zlashib baqsaq bo'lmadi mesela. To'g'ri. Nurg'un cho'ng ishlar va hozir tashviqotni qanday qilamiz, nimalarni qilamiz? Bu işler bizdeki bir yer kelişimizni nima qildi? Bu kadar o'lib yana shu degan vaqtda basishish, raqobatlashish, bir-birini tutlash, mush orqali vayron bo'layotganimiz. Bu tashkilotlar o'zlari qilmasa mayli, ammo bu tashkilotlar xalqimizning bir yerga kelishini to'sqin qildi. Endi gapim qaytib kelsam, agar bu ishbirlik qurilmasa, ya dünya Uyghur qurultayı tüzük ve xalqni yetaklamasa, ya sürgün hükümetning og'zi bu xalq kirmasa, yoki partiyaning texnikin kiyinish mumkinchiligi bo'lmasa, chunki partiyaning kirish eng mumkinchiligi bir hükümetning kirish bo'ldi. Chunki partiya yolg'iz mavjud turmaydi. Partiya degan hükümetga saylan orqali kirib turib, hükümetning nimasi yurgizdi. Ya u o'zining nimasi nima qilmasa, joriy qildiramasa, mush ahvolda biz hozir Asli bir yerga etkazsak, intayin cipsilishib tushadigan bir qurilma turib, bu qurilma 3-4 yerga chechilib ketib turib, kuchini zoya olib beradi hozir. Ish birlik bo'lgan bo'lsa, mushi chechilib ketayotgan, bir-birlab qasddan qarshilashayotganda qarshilashtirilmayotgan. O'zimizning kalvaligidan va Xitoyning josusligidan kuchidan bir yerga kelmayotgan mushlarning hammasini bir yerga etkazsak bo'lmasmidi? Ammo meni hayron qoldigan yerim buni hammamizning kallasini o'tadiyu, lekin buni hech kim qilmaydi yoki qilish bir qadam ilgari bosolmaymiz. Hammasi bo'ldi ekan deb qo'yimiz yo'q, ammo lekin amaliyotda cho'ng bir nima yo'q. Amaliy bir ahvol yo'q. Demak, eng oxirida kelsam, ba'zida ziyolilar ideya berdi, uni qilolmaydi yoki qilmaydi. Buni siyosiyonlar yoki boshqalar qiladi. Ba'zida ziyolilar ideya berdi, ham buni qiladi. Ehtimol bu uch ziyolininki xarakteri prinsip tushishi mumkin. Onun ideyatı lekin onun ustiga ushiyani chiqib turib xalqni agashtirman desmi, aldirab xalq agashmasligi mumkin. Chunki ular faqat o'zininki bir kishilik Uyg'ur bo'lganlik vijdoni uchun bu gaplarni da'vat etadi. Ammo buning hammasi yana buni shu mexanizm kirgizadigan yana bir jamoatning kuchi bo'lish kerakdir. Bu jamoatning kuchini qanday paydo qilamiz?